mehmonlar, qadrli do'stlar, aziz sportsevar yoshlar. Daryo farzandi, O'zbekiston faxri, Italiyaning Roma klubi hujumchisi, O'zbekiston terma jamoasi sardori, kapitani Shomurodov Eldor Azamatовich bilan bugun uchrashuv bo'lyapti. Barchalaringiz xush kelibsizlar deymiz. Viloyati hokimi Qosimov Ulug'bek Berdiqobilovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli oqsoqollar, hurmatli nuroniylar, hurmatli sportchilar, yosh futbolchilar, barchalaringizni bugungi shunday katta tadbirda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Barchamiz uchun katta bayram. Bugun mana prezidentimizni islohotlari amalga ko'chayotgan payt. Bugun prezidentimizni har bir sohaga qaratayotgan e'tiborlari, e'tiroflari, g'amxo'rliklari bugun mana mevasini berib boshlagan. Biz bugun mana shunday katta tadbir arafasida, shunday yutuqlar, zafarlar arafasida mana shunday maktabda uchrashib turibmiz. Bugun nima deydi, mana qo'shaloq kelyapti. Bugungi yutuqlar, prezidentimizni islohotlari bugun bitta mana shu majmua misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bugun prezidentimiz sportga berayotgan e'tiborini hamma sezdi. Mana 2024 Parij Olimpiadasida O'zbekistonda butun dunyodagi nufuzi, butun dunyoda olimpiadada, paralimpiyadada 13-o'rinni olish, bu hech kim kutmagan. Butun dunyo lol qoldi. Bizlarda sportchilarimizga ham, uni ishqibozlariga ham. O'zbek degan birda mush bo'lgan millatga ham qoyil qoldi, uni prezidentiga ham qoyil qoldi. Shuning uchun buni davomida mana katta O'zbekistonda juda ham katta kayfiyat olib keldi. Tarixdagi mana shuncha yillik orzularimiz ushaldi. O'zbekiston futbolda jahon chempionatiga yo'l oldi. Bu hamma o'zbekistonlik vatandoshlarimizni yuragini tubida turgan orzusi ushaldi desa bo'ladi. Shunchalik katta bayramga aylanib ketdi. Butun mana buni ko'rib O'zbekiston milliy terma jamoasini butun O'zbekiston olqishladi. Hamma joyda hech kim uyda o'tirmadi. Hamma katta stadionlarda, ko'chalarda yig'ilib olib ishqibozchilik qildi. Bu albatta bizning hammamizning faxrimiz. Mana yuqorida boshlovchimiz aytib o'tib ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining sardori bu o'zimizda Surxondaryolik, o'zimizda o'g'lonimiz Eldor Shomurodov bugun mana shu kelib, yosh futbolchilar bilan, nuroniylar bilan bir duosini olib ketadi deb yonimizda turibdi. Eldorni ham ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sog' xush kelibsiz Eldor. Sizga mana hamma butun surxondaryoliklar balishimiz kecha kunduz siz duojoningiz qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Ayniqsa mana ikkinchi goldan keyin oqsoqollar tushib stadionga o'ynab ketishga sal qoldi. O'zimiz to'xtatib qoldik. Bugun yana bitta quvonchli kun. Hurmatli oqsoqollar, hurmatli yoshlar, mana yosh futbolchilarni ko'zdagi yonib turgan quvonchni ko'rib, Eldor akasini ko'rib, hammasi qo'l cho'zib, umuman borki xayolda nimalar o'tib ketyapti. Sizlar shunday xayol qilinglarki, men 5 yilda, 6 yilda xuddi Eldor akamga o'xshab mana shu yerdan kirib kelay, meni ham hamma qator bo'lib kutib olsin deb. Yurakda tubidan mana shuni faqat sizlar sport bilan shug'ullanishlaring kerak. Faqat ustozlarni ko'rsatmalariga rioya qilib 24 soat ishlash kerak o'zining ustida. Shunda mehnat samarasi qisqa muddatda ko'rinadi qoladi. Eng futbolda talantlar yig'ilgan bu maktabga. Hech kim ko'chadan olib kelinmaydi, futbol o'ynash bilmagan yig'ilmaydi. Shuning uchun bular ozgina mehnat qilsa, mana shular orasida minglab Eldorlar turibdi, xudo xolasa. Bu maktabga mana bugun quvonchli kunligi Eldor Shomurodov nomi berilgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan. Mana shu bayram ustiga bayram, mana shu maktab hammaga muborak bo'lsin, nomiga yarasha bo'lsin, bu yerda minglab, millionlab chempionlar chiqsin, hammamiz faxrlanib, prezidentimizning islohotlarini bizlar mana sizni bizga yaratgan sharoitingiz, bizlar mana 100 ta Eldorni bugun mana shu maktabdan bitirtirdik. Bular ertaga mana natija ko'rsatyapti. Nafaqat o'zimizning milliy terma jamoada, butun
umuman Yevropadagi, dunyodagi eng ko'zga ko'ringan komandalarda borib to'p surib, biza faxrlanib yuraylik sizlar bilan. Sog' salomat bo'linglar, sizlarga rivoj. Davomli bo'lib turish kerak. Aziz sportsevar yoshlar, aziz Eldorjonni muxlisalari. Bu katta bir e'tirof, katta bir jarayon. Vaqt ajratib, bugun sizlarni xursand etish uchun tashrif buyurgan Eldor Shomurodov sizni biz yonimizda turibdilar. Qani bir yurakdan olqishlab qo'yamiz. Tabriklar uchun rahmat, lekin yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu faqat bizning emas, barchamizning yutug'imiz. Shuning uchun sizlarni ham tabriklashga ijozat etasizlar. Chunki bu yutuqni jahon chempionatiga chiqishimizni juda ko'pchilik ancha yillar davomida kutib kelyapti. Xudo xohlasa mana shu prezidentimiz tomonidan, davlat rahbari tomonidan futbolga bo'lgan e'tiborning mevasi deb o'ylayman. Yana shunaqa akademiya qurib beryapti, hamma sharoiti bor. Xudo xohlasa bu narsalar mana shu ukalarimiz yaxshi akademiyada, hamma sharoiti bor akademiyada katta bo'lib, o'qib, yaxshi futbolchilar bo'lib yetib, jahon chempionatiga chiqish odatiy hol bo'lib qoladi degan umiddaman, Xudo xohlasa. Yana ham ikkita qo'lni ko'tarib. Eldor mamda bo'lgan, bilinglar. Ular stadionda ichida tug'ilgan, Jarqo'rg'onda. Stadion bor-ku, katta stadion. Kim biladi, bilmaydi. Shu Jarqo'rg'onning ichida oilaviy. Bular oilaviy futbolist. Qonda bor, to'g'rimi? Bu sizlar mana oldilaringda stadion turibdi. Stadiondan chiqmanglar. 24 soat futbol o'ynashdi. Kecha ko'rdilaringmi, qanday faxr prezidentimiz qo'ldan stadionni o'rtasida orden olish, orden. To'g'rimi? Bu birdan bevaydi. U bevaydidan 1000 marta mana taqqan ordenlari bor-ku. To'g'rimi? Uni qiymati dahshat. Sog' bo'linglar, davay, sizlar ham chempion bo'lishga harakat qilib